Simketot. Ko'rasizmi? Skobalarimizni xudoga shukr, alhamdulillah zo'r ketadi. Juda ham ko'p sotamiz kolичество, lekin 100 so'mdan bitta odam baribir so'raydi-da. Masalan, 300 so'mdan sotamiz shu narsani. Ba'zi birlar 350 so'mdan ham sotadi. Har qayerda sifati zo'r. Mana shuni ko'ring, plasmassani, sirioni ko'ring sifatini. Mana skotchlarini ko'ring deymiz. Bu skotchlari spesial Xitoydan keladi. Qo'l mehnati bor bunda. Endi mana oddiy misol tariqasida mana buni ko'rsataman. Brendi hech kim bu yomonlash emas, lekin baribir tovar sotayotganda okey, o'zingiz oldin pichoqni o'zingizga urishingiz kerak-da. Mana qarang. Simketot. Ko'rasizmi? Hammasi shu. Mana ham oddiy malyarniy skoch. Biz ham malyarniy skochni qilib qo'ygan bo'lardi, unaqa qilmaymiz. Sababi bizning o'zimizning reputatsiyamiz bor. Mana shu oddiy skobi mayda detal bo'lsa ham bizning obro'yimizni, reputatsiyamizni mana shu klimarumligini eslatib tursin deb doim sifatga ahamiyat beramiz okalar.